Assalomu alaykum do'stlar, kanalimiz obunachilariga bugun seximizda gazobloy g'ishtlarini ishlab chiqarish jarayonidan video qilamiz do'stlar. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lib turaverasizlar. Birama-ketin tanishtirib o'tamiz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, mishalkamizga suvlari kuydik. Bu mishalkamizga do'stlar 100 litr suv quyiladi, 100 kilo qum, 100 kilo sement. Hammasi 100 ga 100 bo'ladi. So'ng mana bunday holatda mana sementlar solyapmiz do'stlar, ko'rib turganingizdek. Ximikatlarni ham tayyor qilib olganmiz 200 gram 200 gramdan. Bu seximizda ko'rib turganingizdek 20 ta qolip liniyaviy holatda qilingan do'stlar. Avtoreskalarimiz hamda liniya holatlarida bo'ladi. Bir kishi ishlaydi bu seximizda do'stlar. Mana bunday holatda poddomga g'ishtlarni taklaganmiz. Qoliplardan chiqqandan so'ng ko'rib turganingizdek masallig'imiz ham tayyor bo'lyapti do'stlar. Hamma ximikat, alyuminiy pudralari solgandan so'ng vaqtga qarab turamiz do'stlar. Mana bunday holatda ko'rib turganingizdek ish boshlaganimiz kecha kuyilgan holatda rastollarimiz tayyor bo'lgan holatda mana bunday holatda mana kuyish jarayonlari oddiy akalar. Ko'rib turganingizdek bir kishi ishlaydi. Mehmonimiz ham mana kelgan. Kuyish qanday kuyishlarni o'rganyapti. Xudo xolasa akamiz ham stanoylarni tayyorlayapmiz. Video davomida ko'rsatib o'tamiz stanoylarni ham do'stlar. Qoliplarimizga ham mana kuyib bo'ldi rastollarimizni. So'ng quritish seximizga, quritish joylarimizga kirgizib yuboramiz. Mana bunday holatda sushulkamizga do'stlar. Bu seximizda mana 20 ta qolip bilan aytib o'tganimizdek bitta aka bir kishi ishlaydi. Quritish jarayonidan so'ng do'stlar ko'rib turganingizdek qoliplarimiz mana kelyapti. Qoliplarimiz keldi. Xudo xolasa 2 soatdan so'ng bu qolipimizdagi gazobloy g'ishtimizni reskamizga olib kelamiz. Reskamizda razmerlarga kesib yana 2 soatdan so'ng poddomlarga taklab klientlarga bemalol sotishga tayyor holatda bo'ladi. Kimgadir shunaqa stanoylar kerak bo'lsa, do'stlar, ekrandagi nomerlarimiz murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab stanoylarimizni komplekt holatda dostavka ustanovka qilib beramiz. Qo'shimcha qolip so'ragan akalarimizga qo'shimcha qoliplarimizni ham tayyorlab qo'yganmiz. Xohlagan akamizga gazobloy, xohlagan akamizga penobloy qoliplari. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.